Bugun sizlarga Guliston sharoitida eng ma'qul bo'lgan mahsulotlarni sanab o'taman. Aynan shkatulka jarayonida Eleron 05 shpaklovkamizni ishlatishni tavsiya beraman. Sababi shundaki, Eleron 01 yopmaydigan joyni 05 shpaklovkamiz yopib ketadi. Eleron 01 shpaklovkamiz agar stikloxoz bo'ladigan bo'lsa, stikloxozdan oldin ishlatiladi. Sababi 05 shpaklovkamizga qaraganda 01 shpaklovkamiz silliqroq bo'lganligi sababli stikloxoz yopishtirish jarayonidan oldin ishlatiladi. Eng oxirgi va cho'ntakbop polimer shpaklovkamizni finish jarayonlariga ishlatamiz. Sababi polimer shpaklovka ustalarga ishlash uchun qulaylik beradi. Knauf Fugenni Guliston sharoitida gipsokarton stiklari uchun ishlatishni tavsiya beraman. Hammamiz bilgan Rodman Knauf shpaklovka yopmaydigan joylarni yopish uchun ishlatiladi. Ko'rib turgan mahsulotlaringizdan past darajadagi mahsulot ishlatadigan bo'lsangiz, yaxshi natijaga erisha olmaysiz. Qimmat mahsulotlar bilan erishilgan natijaga bu mahsulotlar bilan ham erishsangiz bo'ladi. Bu videoni usta tanishlaringizga yuborib qo'ying.